Bir qiz 30 pora Qur'onni to'liq o'qib, biz yodlab, bir o'tirishda alhamdidan qul auzu bi robbin nasgacha o'qib berar ekan. Hadicha Kubroga kirgan, medalga bitirganda hisobda. Oliy Mahatni institutni ham eng zo'r nimasida bitirgan. So'ch kelishni boshlagan. Bizda bilasiz, qizi borga kim bo'lsa boraveradi. Namozxoni ham boraveradi, benamozi ham. Chunki benamoz bo'lsa ham iloji boricha qoriyasini oladi deydi-yu, lekin qadrini qilmaydi. U nimada xolosda, so'zda xolosda. Shu bilan qoriga beraman, palondaqaga beraman, pistondaqaga beraman deb tursa, dada debdi, qizni gapi bu. Dada, meni qoriga bermen debdi. Meni debdi, agar nima bo'lsa, loyiq nima bo'lib qolsa, oila nimasi yoqib qolsa, namoz o'qisa ham Qur'onni bilmaydiganga bering debdi. Men o'zim o'qitib olaman. O'qitalmaysiz qizim desa, o'qitalaman desa, agar o'qitalsangiz debdi, o'sha paytda bitta Captivani kalitini ko'rsatib, shuni beraman sizlarga. Endi u paytda umra hajlar orzu edi-da. 12 yil, o 150 yil edi hajga. Umraga 12-15 yil edi. Bitta Captivani ko'rsatib, sizlarga sovg'a qilaman. Xo'p dada deb, shu gapingizda tur. Xudoning qudrati bilan bir namozxon oiladan sovchi kelibdi. Bitta sharti, mana Hadicha Kubroda o'qiganimni ham aytmaysiz, institutda o'qiganimni ham aytmaysiz, Qur'on o'qiganimni ham aytmaysiz. Shu namozxon deysiz bo'ldi. Xo'p. Shu bilan taqdir kelib, loyiq qovul turmushga berishib, bir kun bola kirsa, kelin ma'yus bo'lib turgan ekan. Ha, nimaga xafa bo'lib turibsiz desa, shu Qur'onda Yusuf surasini yaxshi ko'raman-da. Qani edi shu Yusuf surasini o'qisamidi debdi-da. Ha, mana bu MP3 qo'yib beraman debdi. Yo'q debdi. Mana Qur'onda o'zingiz xatlab o'qiydigan yo'q debdi. Ag'ini so'ramadingizda debdi. Ag'i nima desa, erimni mo tilidan, og'zidan chiqib eshitishni yaxshi ko'raman-da debdi. Xursand bo'lasizmi debdi. Agar debdi, nima qilsangiz sizga sovg'a bor debdi. Endi o'ylagan, namoz o'qigani Qur'onda Yusuf surani qanchaligini bilmaydi. Imom oldiga chiqibdi. Domla debdi, Yusuf surasini o'qitib qo'yingsa, u Yusuf surasi sizga inna atayna bas. Qul huvallohu bas, u kattaroq sura. O'zi harf taniysizmi? Ha, yo'q. Harf tanimasangiz, u Yusuf surasi orzu